Ularga birinchi maktab dedim. Xo'p, birinchi maktab chiqdi menga. Avval o'zingiz aytyapsiz-ku menga, o'zingiz mehrobdaman dedingiz-ku. Shuning beraman shu 5000 ingiz. Assalomu alaykum. 9109. Qayerga? Taksometr bo'yicha 12 hisob boshlandi. Yo'lingiz 12-bog'cha? bexatar bo'lsin. Chekda shuni bilmasak bo'lardi. Bu aneta gayet turibdi-da. Mana yerdan ham chiqib bo'ladi. Qayerda? Bu yoqdami? Bitta orqaga burilsa bo'ladi. Chunki birinchi ana uni boshi dedimda. Siz mehrobdaman dedingiz. Yo, mehrobdan boryaptidimda, men telefon qilmadingiz deyapman. Bu yerdan hozir qayerdan burilib Siz kelasiz? aytishingiz kerak edi bo'lmasa o'sha turib turing deb. Voy, tavba-ye, men qayerdasiz deysiz? Kelgandan keyin kelyapman deb telefon qilardi-da. Hozir bunaqasi Ha, sizni ko'rdim men, hozir ko'rmaganimda telefon qilardim. Mana shu yerdan keldim deb. Hozir qanday borasiz? Hozir naryaddan obratga kelasiz. Bilmasam men qanday boraman. Hayda, qanday bo'lsa, hozir menga 20 mingga tushib ketadi-da, bu sizni haydashingiz. Yes. Ko'ryapsiz endi men sizni hozir 10 ming 15 ming pulingizni olaman deb gayiga 200 ming ishlab so'xlamayman. Yo, men birinchi maktab dedimda, men Birinchi maktab demadingiz, mehrobda oltaman dedingiz. Birinchi maktabga zakaz berdim. Hozir men sizga Men ovozingizni qo'yib beraman hozir. Men sizda demayapman, ularga birinchi maktab dedim. Xo'p, birinchi maktab chiqdi menga. Avval o'zingiz aytyapsiz-ku menga, o'zingiz mehrobdaman dedingiz-ku. Shuning beraman shu 5000 ingizni. Obort tashlang endi, bo'ying tez-tez. Tushiring dedingiz-ku. Obort tashlang, bo'ying. Men aytyapman, mehrob dedim, siz men kelyapman. Xo'p, mehrobda oltaman-ku, men keldim-ku mana sizni. Men o'sha yerdan birinchi marta minayotganim yo'q. Hozir ana soydan borib obratga olasiz-da, menga 15 mingga tushib ketadi. Assalomu alaykum. Yaxshi, qayerda turibsiz? Siz ovozingizni ana. Men mehrobda oltaman deyapman. Xo'p, men kelyapman-ku. Boryapman-ku. Mehrob bor. O'sha yerda qarab boryapman men birinchi maktabga. Men shuncha birinchi maktab deb zaявka berdim. Bo'lmasa men birinchi maktabda olib turishingiz kerak edi. Men boryapman-ku, misol uchun, agar birinchi maktab taksi olib kelganda men birinchi maktab deb zaявka berdim hozir. Men hozir 15 ming bilan bormayman-ku 7 minglik yo'lga. Siz o'zingiz noto'g'ri qilgansiz, mayli-ku. Men noto'g'ri qilmadim emas, men bilaman qanday. Men birinchi marta yurishim emas-ku. Birinchi maktabda bo'lsa, o'sha yerda zakaz bergan bo'lsangiz, qarab borardim-da men. ha, o'sha yerda zakaz bergan bo'lsangiz, nimaga o'sha yerda turmadingiz, o'sha yo'l kelganda? Qayerda turmadim? Birinchi maktabda oltaman. Siz detskiy poliklinikani oldidan zakaz olyapsiz hozir siz. Birinchi maktabda o'zini oldida taksilar turadi misol uchun. Men hozir qayerda xato qildim, ayting? Siz misol uchun jo'naganingizdan keyin men aytyapman, birinchi marta o'sha yerda o'zidan shunday razvorat olardik-da, doim ketamiz-ku misol uchun men bir qadamga boryapman-ku.